Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining vazifasi va predmeti. Tayyorladi Abduvahidova Zulxumor. Rejalar. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi mazmun va mohiyati, fanning maqsadi va predmeti, vazifalari, o'qituvchining kompetentlik turlarini rivojlantirish yo'llari. Demak, shu bo'yicha mavzumizni boshlaymiz. Demak, bu fanning predmeti quyidagicha. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan kompetentliklarni, bilim, ko'nikma, malaka, shaxsiy fazilatlarni shakllantirish va ularni rivojlantirish jarayonini o'rganish hisoblanadi. Psixologik pedagogik asoslar, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, innovatsion yondashuvlar, metodik ta'lim. Demak, mana shularga alohida to'xtalib o'tish va kengroq o'rganish juda muhim. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish, pedagogik faoliyatga tayyorlash, amaliy ko'nikma va nazariy bilimlarni uyg'unlashtirish. Demak, bular fanning maqsadlari hisoblanadi. Fanning vazifalari. Boshlang'ich ta'limning metodik asoslarini o'rgatish, o'quv jarayonini loyihalash va tashkil etish, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va to'g'ri yechim topish, o'qituvchining kommunikativ, tashkiliy, reflektiv va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish. Fanning predmetlariga yana eslatib o'tamiz. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyati, metodik va didaktik yondashuvlar, dars jarayonini samarali tashkil etish usullari, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish. O'qituvchi kompetentligining tarkibiy qismlari quyidagicha: kasbiy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, shaxsiy fazilatlar, innovatsion yondashuvlar. Kasbiy bilimlarga pedagogika, psixologiya, metodika kiradi. Amaliy ko'nikmalarga dars o'tish, baholash, muammo yechish, shaxsiy fazilatlarga sabr, liderlik, motivatsiya, boshqarish qobiliyati kabilar, innovatsion yondashuvlarga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash kabilar kiradi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, motivator va metodik yetakchi hamdir. Kasbiy kompetentlik zamonaviy ta'limning ajralmas talabidir. Mazkur fan bu yo'ldagi asosiy tayanch hisoblanadi. Quyida foydalanilgan adabiyotlar bilan tanishib chiqing va bu fan haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.